Eronda aloqa uzilgan. Oyatulloh rejimini ag'darishga chaqiruvchi ommaviy norozilik namoyishlari davom etmoqda. Payshanba kuni Tehronda namoyishlar yangi kuchi bilan avj oldi. AQSh prezidenti Donald Tramp agar ular o'q uzishni boshlasalar, namoyishchilarni qo'llab-quvvatlashga tayyorligini yana bir bor ta'kidladi. Eronda Oyatulloh rejimini ag'darishga chaqiruvchi ommaviy norozilik namoyishlari to'xtovsiz davom etmoqda va allaqachon barcha mintaqalarga tarqaldi. Payshanba kuni kechqurun Tehronda namoyishlar yangi kuch bilan avj oldi. 10 minglab odamlar ko'chalarga chiqdi. Shu munosabat bilan Eronda internetga ulanish va telefon liniyalari uzilib qoldi. Cloudflare internet kompaniyasi va NetBlocks inson huquqlari guruhi uzilishlarni tasdiqladilar. Ilgari hukumatning bunday harakatlari faol repressiyalar bilan davom etgan. Bu milliy valyutaning yana bir keskin devalvatsiyasiga qarshi norozilik namoyishlari bilan boshlangan mamlakat bo'ylab tarqalgan norozilik harakatining so'nggi avj olishi. Eronliklar bilan muntazam ravishda valiahd shahzoda Rizo Pahlaviy suhbatlashadi. Uning o'limga mahkum otasi 1979-yilgi islom inqilobidan sal oldin Erondan qochib ketgan. AQSh prezidenti Donald Tramp payshanba kuni kechqurun Qo'shma Shtatlar Erondagi norozilik namoyishlarini qo'llab-quvvatlashga tayyorligini va Washington bu haqda Tehron rasmiylarini ogohlantirganini aytdi. Juma kuni Eron davlat ommaviy axborot vositalari sukutni buzib, AQSh va Isroilning terrorchi agentlarini provokatsiyalarda aybladilar. Bir kun oldin Pahlaviy payshanba va juma kunlari mahalliy vaqt bilan soat 20:00 da namoyishlar o'tkazishga chaqirdi. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, kecha soat 20:00 da Tehron bo'ylab mahallalar hayqiriqlar bilan to'lib toshgan.